Jonim, bu yerdaman. Yo'q, orqangizdaman. Bu yerdaman-ku jonim. Har soniyada meni sog'inasiz-a? Sizda dollar tursa har 5 minutda tekshirmasangiz bo'lmaydi-a? Nafaqat men, любой odam kissasida dollar tursa har 5 minutda tekshirib turadi. Yo'q. O'zingizni bo'lsa shu yerdaman jonim, shu yerdaman. Dadish, ana boboyachani olmoqchi edim. Pul tashab keting. Hozir pulim yo'q. Oyligim tushsin, olib beraman, onash, bo'pti. Mandaqa odamlardan pul olish jeyimdan mashina o'tish talab qiyin. Sizdan pul so'rasa yomon ham aktyor bo'lib ketasiz, jumotcha. Sani birovga bergim kelmaydi-da, jongina. Yo, bilikni sepiga ayog'im o'ralib, chekkalayin arimni ichiga kirib ketdim, onasini bir ikkita pul bering, davolanay. Danjon kecha mobilni olov deganiga layk bosib qo'limizdan tushdi. Hozir qo'lga xarajat qo'lga ketyapti. Bo'lganda berib turardim. Hech bo'lmasa qaynotangizga bersangiz bo'lardi. Qiziga pul bermagan dadasiga pul beradimi? Qo'lchamni kirib. Xotiningizga pul bergingiz kelmaydi, qanaqa jumotsa? Sen uyda o'tirsa, pulni nima qilasan? Maryam o'zining shaxsiy xarajatlarini topib beradi. Janjalni qo'zg'ama o'chira bosinglar. Pullar. Ketdik, bola, ketdik. Hayotimning usullari qayoqqa ketyapsizlar? Uyingdan ketyapmiz, bilib qo'y. Bir kun janjal bo'lgan uyda 40 kun baraka qochadi. Bo'pti, 40 kundan keyin kelamiz.